Assalomu alaykum, hurmatli elim. Kış qaluvdan ko'chgandan keyin o'zgaradi ekan. Alami biz musulmon balasi mechitdan chiqqanda o'zgaramiz. O'shanda ele aytar edim, biz hech qachon o'zgarmayli. Mechitga kirsangiz qanday gana bir-biri bilan shunday jilu yumshoq uchrashib, shunday yüzünden, yuragidan mehrin to'kilib turadi. Emne uchun ushul mechitdan chiqqandan keyin biz o'zgaramiz. Münözümüz o'zgaradi, o'yimiz o'zgaradi, nervinli bo'lib qolamiz. O'shandaqdan bizni musulmon bir tuğandı bir gana ushul mechitda biriketkenmiz. Buyursa bizni bir gana namoz biriktiretken. O'shandaqdan hurmatli bir tuğanım, hurmatli mo'min musulmonlar, biz mechitda adab axloqni qanday saqlasak, biz ko'chada dag'in, sirtda, qo'mchilikda ushul adab axloq saqlasak, so'zsiz Qirg'iziston o'nigot. Sizlarga ayt marek bo'lsin, uy bilaningizga tinchlik, amonlik bo'lsin. Barimizni emiki yilqi ushul ayt bayramına yetishni nasib etsin. Ushul jaratgandan ulug' kununda eli yurtimizga, prezidentimizga, dunyo yuzidagi mo'min musulmonlarga duo qilayli, doimo birga olayli, intimoqda olayli. Allohim doimo barimizni qo'ldasin. Aytmayvermangiz, meni aytmayvermangiz.